Samolyot osmonga ko'tarildi. 24 soatdan ortiq vaqt davomida yerga qo'nmadi. 23,000 kilometrlik bu parvozda yo'lovchilar 2 marta quyosh botishi va 2 marta quyosh chiqishini ko'rishdi. Airbus A350 esa aviatsiya tarixidagi eng uzoq parvozlardan birini amalga oshirdi. 2026-yil 27-iyul kuni soat 12:30 da Avstraliyaning Melbourn shahrida yo'lovchi samolyoti sharq tomonga uchib, Tinch okean ustidan uchib o'tdi. So'ng AQShning g'arbiy qismi, Kanadaning sharqiy hududlari, Grenlandiyaning janubiy chekkasi, Buyuk Britaniya ustidan uchib, nihoyat Tuluzaga qo'ndi. Airbusning A350 samolyotida 23,075 kilometr masofani to'xtovsiz va havoda yoqilg'i qo'ymasdan yo'lovchi aviatsiyasi tarixida qayd etilgan eng uzoq masofa va eng uzoq davom etgan parvoz bo'ldi. Avvalgi rekord Boeing kompaniyasiga tegishli edi. 2005-yil noyabr oyida Boeing 777 Gonkongdan Londonga Tinch okeani ustidan sharqqa qarab parvoz qilgan va 21,601 kilometr masofani 22 soat 42 daqiqada bosib o'tgan edi. Bu rekordni joriy yil 27-iyulda Airbus samolyoti yangilagan bo'lsa-da, mazkur hodisa rasman Guinnessning rekordlar kitobidan joy olgani yo'q. Chunki bu haqiqiy emas, hozircha sinov parvozi edi. Haqiqiy yo'lovchilar ishtirokidagi parvoz kelasi yilga rejalashtirilgan. 2027-yil oktyabr oyida Airbus samolyoti Sidneydan havoga ko'tariladi. 3 ta okean uzra parvoz qilib, biror marta ham qo'nmasdan, yonilg'i qo'yishsiz va Dubay yoki Singapurda tranzitsiz Londonga yetib boradi. Faqat bitta uchish, bitta qo'nish va ular orasida 17,000 kilometr ochiq osmon. Bir qarashda nima bo'lyapti? Bunday reyslar bo'lgan-ku 1-2 soat katta o'zgarish emasdek tuyulsa-da, buning ortida aviatsiya sanoatida innovatsion o'zgarishlar bor. Injenerlar qariyb 1 asr davomida to'xtovsiz o'zgarishlar kiritmoqda. Aslida fiziklar bunday parvozni imkonsiz deb hisoblagan. Matematiklar qayta iloji yo'q degan xulosaga kelishgan edi. Avia va uchishga ruxsat beruvchi xalqaro tashkilotlar, ya'ni regulyatorlar esa bunday reyslar uchun umuman qoidalar mavjud emasligini ta'kidlashgan. Shunga qaramay, oxir-oqibat Airbus va Qantas muhandislari fizika ochiq qoldirgan kichik imkoniyatni topishga muvaffaq bo'lishdi. Aslida Avstraliyada tashkil etilgan Qantas aviakompaniyasi butun faoliyati davomida Avstraliya bilan dunyoni bog'lash ustida ishlar, o'rtadagi masofani qisqartirish yo'llarini izlashgan edi. Qantas 1947-yildan beri Sidneydan Londonga parvozlarni yo'lga qo'ygan. O'sha paytda safar 4 kun davom etar va 7 marta qo'nishni va yoqilg'i qo'yishni talab qilardi. Yillar mobaynida har bir yangi avlod samolyotlari chiqishi bilan o'sha 7 ta to'xtash va yoqilg'i qo'yish nuqtasi sonini kamaytirish ustida ishlashgan. Masalan, Douglas samolyoti ixtirosi bilan 7 ta yoqilg'i qo'yishdan 5 taga, ya'ni 2 ta qo'nishni kamaytirdi. Boeing 707 samolyoti esa yana bir nechta nuqtani qisqartirdi. Boeing 747 esa marshrutni atigi bitta tranzitgacha olib keldi. Keyinchalik Boeing 787 Perthdan Londongacha to'xtovsiz uchish imkonini berdi. Ammo bu faqat Perth shahri uchun amal qilardi. Avstraliyaning sharqiy sohilidagi Sidney uchun esa bunday imkoniyat hali ham mavjud emas edi. Shu tariqa Qantasning yangi Project Sunrise loyihasi Sydney, London va Sydney, New York shaharlari orasida to'xtovsiz aviareyslarni yo'lga qo'ymoqda. Avvalo yuqoridagi loyihaning nomi haqida to'xtalsak, nega Project Sunrise? 1943-yilda Ikkinchi jahon urushi cho'qqiga chiqqan davrda Yaponiya qo'shinlari Osiyo orqali o'tadigan yo'nalishlarni to'sib qo'ygach, Qantas aviakompaniyasi Perth shahridan Hind okeani orqali Shri Lankaga dengizga qo'nish imkoni bor Catalina samolyotlarini yuborardi. Maqsad London bilan maxfiy pochta aloqasini saqlab qolish edi. Samolyotda atigi 3 nafar yo'lovchi, 69 kilogramm pochta va yulduzlarga qarab uchuvchi ekipajdan iborat bo'lgan. Ularning qo'lida o'sha davrda GPS yo'q edi. Ular deyarli 5000 kilometr ochiq okean uzra 28-33 soat parvoz qilardi. Bu vaqt ichida quyosh 2 marta chiqishga ulgurardi. Shu sababli bu qatnovlar quyosh chiqishi deb nom olgan. 2027-yilgi loyiha ham aynan shuning uchun Project Sunrise, ya'ni quyosh chiqishi loyihasi deb ataldi. Loyiha 2017-yildan boshlandi. Shu yili Qantas bosh direktori Alan Joyce Airbus va Boeing kompaniyalariga Sidneydan Londongacha hech qayerga qo'nmasdan ucha oladigan samolyot yarating degan ochiq chaqiriq bilan chiqdi. Buni uddalagan kompaniya Avstraliya tarixidagi eng yirik aviatsiya buyurtmalaridan biriga ega bo'lishini ta'kidladi. Boeing o'zining 777X modelini
taklif qildi. Airbus esa maxsus o'zgartirilgan A350 ming loyihasi bilan chiqdi. Ochiq tanlov oxir-oqibat Airbus foydasiga hal bo'ldi. Ammo samolyotni tanlash ishning eng oson va boshlang'ich qismi edi. Oldinda juda ko'p murakkab jarayon kutar va shundan keyin loyiha ustida asosiy ishlar boshlandi. Aviatsiya muhandisligida buyuk masofa tenglamasi deb ataladigan mashhur formula bor. U 1920-yillardan beri qo'llanilib keladi. O'nlab yillar davomida 22 soatdan ortiq to'xtovsiz parvoz g'oyasini amalga oshirishga to'sqinlik qilgan narsa aynan mana shu formuladir. Tenglama 4 parametrni o'zaro bog'laydi. Samolyot tezligi, aerodinamik samaradorligi, dvigatellar tejamkorligi va eng muhimi uchish og'irligining qo'nish og'irligiga nisbatan hisoblanadi. Bu nisbat esa deyarli butunlay bitta omilga, ya'ni yoqilg'iga bog'liq. Yoqilg'i va parvoz masofasi o'rtasidagi bog'liqlik chiziqli emas, logaritmikdir. Oddiyroq aytganda, agar siz samolyotni 10% uzoqroq masofaga uchirmoqchi bo'lsangiz, unga shunchaki yana 10% ko'proq yoqilg'i qo'yish yetarli emas. Buning uchun 15, ba'zan esa hatto 20% gacha qo'shimcha yoqilg'i qo'yish kerak. Sababi oddiy. Qo'shimcha yoqilg'ining o'zi ham samolyotga qo'shimcha og'irlik yuklaydi. Demak, ana shu qo'shimcha yoqilg'ining vaznini ko'tarish uchun yana ko'proq yoqilg'i qo'yish kerak bo'ladi. Natijada har bir qo'shilgan litr avvalgisiga qaraganda kamroq masofa bosib o'tish imkonini beradi. Samaradorlik esa pasayib boradi. 18 soatdan 22 soatgacha davom etadigan parvozlarda har bir qo'shimcha dengiz mili, ya'ni har bir kilometr uchun fizika qonunlari bilan kurashishga to'g'ri keladi. Muhandislar buni yoqilg'i vazni paradoksi deb ataydilar. Aynan shu paradoks sabab standart Airbus A350 ming odatda 350 nafar yo'lovchini tashishga mo'ljallangan bo'lsa-da, Sidneydan Londongacha bo'lgan bu kabi uzoq yo'nalishda buncha yo'lovchini bortga ola olmas edi. Airbus muhandislari topgan yechim noodatiy va tavakkalchilikka boy. Ular yo'lovchilar saloni orqasida qo'shimcha yangi yonilg'i bak o'rnatishdi. Bu bakka yana 20 ming litr qo'shimcha yoqilg'i ketadi. Natijada samolyotning umumiy yoqilg'i siqimi 168 ming litrga yetadi. Bu esa parvoz masofasini qariyb 1000 dengiz miliga, ya'ni 1850 kilometrga oshirdi. Shu bilan birga maksimal uchish og'irligi ham 316 tonnadan 322 tonnagacha ko'tarildi. Biroq muammo faqatgina vaznda emas. Samolyot dum qismiga ko'p yoqilg'i qo'shilsa, uning og'irlik markazi sezilarli darajada orqaga suriladi. Natijada samolyotning parvozdagi harakati beqarorlashishi mumkin edi. Shu sababli Airbus butunlay yangi ballast boshqaruv tizimini ishlab chiqdi. Maxsus kompyuterlar 22 soat parvoz davomida muvozanatni saqlab turish uchun yoqilg'i sarflanishiga qarab dum qismidagi bakdan turli baklar o'rtasida uzluksiz avtomatik ravishda taqsimlab turadi. Ammo bu oqilona yechimning yaxshigina narxi bor. Katta parvoz og'irligini qoplash uchun Qantas yo'lovchilar sonini keskin qisqartirishga majbur bo'ldi. 350 o'rinli salon 112 o'rindan voz kechib, 238 ta yo'lovchi tashish imkoniyatiga ega bo'ldi. Qisqartirilgan har bir o'rindiq qolgan o'rindiqlarning narxini oshirib yuboradi. Shu tariqa fizik muammo hal qilinsa-da, bu yo'nalishda to'xtovsiz uchish imkoniyati va reys xarajatlari qolgan yo'lovchilar gardaniga tushdi. Biroq oldinda yana boshqa muammolar hal qilinishi kerak edi. Project Sunrise ishlab chiqila boshlagan paytda dunyoning birorta ham aviatsiya regulyatori 22 soat davom etadigan tijorat reyslari uchun alohida qoidalarga ega emas edi. Shu sababli Avstraliya fuqaro aviatsiyasi xavfsizligi boshqarmasi uzoq parvozlarda ekipaj toliqishlari bo'yicha standartlarni mutlaqo yangidan ishlab chiqishga to'g'ri keldi. Oxirida qabul qilingan yechim quyidagicha: Project Sunrise reyslarining har birida 4 nafar uchuvchi xizmat qiladi. Ular navbatma-navbat almashib ishlaydi va dam oladi. Buning uchun samolyot konstruksiyasida maxsus dam olish bo'limlari tashkil etilgan. Ammo ekipajning katta qismini yo'lovchilar tashkil etadi. 12 kilometr balandlikda, havo o'tkazmaydigan kabinada 22 soat davomida parvoz qilish inson organizmiga ta'sir ko'rsatadi. Qondagi kislorod miqdori kamayadi. Organizm suvsizlanadi. Biologik soat, ya'ni sirkat ritmi buziladi. Bu borada ham yechimlar ishlab chiqilgan. Samolyotning uglerod tolasidan yasalgan korpusi kabinadagi bosimni dengiz sathidan 1800 metr balandlikka teng darajada ushlab turish imkonini beradi. Taqqoslash uchun eski alyuminiy korpusli samolyotlarda bu ko'rsatkich odatda 2400 metrni tashkil qiladi. Kabinadagi bosim qanchalik yuqori bo'lsa, yo'lovchilarning qoni shunchalik yaxshi kislorod bilan to'yinadi. Organizm kamroq suvsizlanadi va uzoq parvoz ancha yengil o'tadi. Salondagi yoritish tizimi xronobiolog olimlar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan bo'lib,
Unda 12 xil yorug'lik rejimi mavjud. Ular orasida tong otishi, kunduzgi yorug'lik, quyosh botishi, tun va ularning turli ko'rinishlari bor. Parvoz davomida bort ichidagi yorug'likning yorqinligi va rang haroratini avtomatik ravishda o'zgartirib boradi. Bundan maqsad yo'lovchilarning biologik soatini samolyot qo'nishidan oldinroq London vaqti bilan moslashtirish. Ovqatlanish jadvali ham Sidneydan uchib ketish vaqtiga qarab emas, balki Londonga yetib borish vaqtiga moslab tuzilgan. Natijada organizm yangi vaqt mintaqasiga moslashishni havodaligidayoq boshlaydi. Samolyot bortida tijorat aviatsiyasi tarixida ilk bor maxsus salomatlik zonasi ham tashkil etilgan. Premium ekonom va ekonom klass o'rtasida joylashgan ushbu alohida makonda yo'lovchilar o'rnidan turib yengil mashqlar bajarishi mumkin. Samolyot bortidagi ichimliklar ham shisha idishlarning vazniga qarab tanlangan. Qantasning mazkur loyihasi dastavval o'rtadagi tranzit to'xtashini olib tashlash orqali uchish vaqtini qisqartirishdan iborat edi. Ammo Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyat Qantas biznes rejasining ahamiyatini birdan oshirib yubordi. Fors ko'rfazidagi mojaro Yaqin Sharq orqali o'tadigan havo yo'laklarini ancha murakkablashtirdi. Yopilgan havo hududlari, parvozlarga qo'yilgan cheklovlar va tranzit qatnovlaridagi noaniqliklar vaziyatni keskin o'zgartirdi. Natijada Avstraliyada hamda Yevropa o'rtasidagi asosiy yo'lovchi oqimini ta'minlab kelgan Dubay va Doha orqali o'tadigan yo'nalishlar avvalgidek ishonchli bo'lmay qoldi. Bunday vaziyatda yo'lovchilar beqaror mintaqalarni chetlab o'tadigan yo'nalishlarni afzal ko'rishadi. Aynan shu holat Qantas aviakompaniyasi oldindan e'tiborga olmagan holatlar Project Sunrise loyihasi uchun muhim ustunlikka aylandi va uning foydasiga ish berishi kutilmoqda. Buni so'rovnomalardagi raqamlarning o'zi ham aytib turibdi. 2026-yil fevral oyida avstraliyalik sayohatchilarning 58% Project Sunrise reysiga chipta bron qilish niyatini bildirgan bo'lsa, yilning o'rtalariga kelib bu ko'rsatkich 70% ga yetdi. Premium toifadagilar orasida esa mazkur ko'rsatkich 80% ni tashkil etdi. Project Sunrise esa aynan shu ikki afzallikni, vaqtni tejash va xavfsiz uchishni bir paytda taklif qilmoqda. Endi esa Qantas rahbariyatini qiynayotgan eng dolzarb bosh og'rig'i haqida gaplashamiz. Bu og'irlik ham emas, uchuvchilarning charchashi ham emas. Asosiy muammo iqtisodiyot va sotuvda. 350 o'rin o'rniga atigi 238 ta o'rindiq mavjudligi shuni anglatadiki, Qantas har bir biletni avvalgidan ancha qimmatroq sotishi kerak. Aks holda xarajatlarni qoplashning iloji yo'q. Samolyot saloni ham butunlay qayta loyihalashtirilgan. Uning tarkibi quyidagicha: 2 metrlik yotoq va yopiq shaxsiy kabinaga ega 6 ta birinchi klass lyuksi, so'riluvchi eshikli 52 ta biznes klass lyuksi, 40 ta premium ekonom o'rindig'i, o'rindiqlar oralig'i 84 sm bo'lgan 140 ta ekonom klass o'rni. Eng e'tiborli jihat shundaki, joylarning 40% dan ortig'i premium toifalarga to'g'ri keladi. Aviakompaniya vaqt tejalishi, yuqori qulaylik va dunyodagi eng uzun to'xtovsiz reysda uchishning o'zi yo'lovchilarni ancha qimmatroq chipta uchun pul to'lashga undaydi deb hisoblamoqda. Loyiha uchun jami 12 ta samolyot buyurtma qilingan. Har birining narxi 360 million dollarni tashkil etadi. Aviakompaniya rejasiga ko'ra, bitta yo'nalishga har kuni qatnovni ta'minlash uchun 3 ta samolyot kerak bo'ladi. Bu degani faqat Sydney London va Sydney New York yo'nalishlarining o'zi 12 ta samolyotning barchasi band bo'lishini bildiradi. Buning ustiga hali zaxira bo'lish kerak bo'lgan samolyotlar ham hisobga olinmagan. Agar yo'lovchilar soni kutilgan darajadan past bo'lsa, ya'ni aviachiptalar yetarli darajada sotilmasa, yoqilg'i narxi noqulay paytda keskin oshib ketsa yoki iqtisodiy inqiroz tufayli premium segment tomonidan chiptalarga talab kamaysa, bu 12 samolyot kompaniya uchun 12 ta juda qimmat muammoga aylanishi ehtimoli katta. Albatta, Qantas bunday xavfni ham hisobga olgan. Zaruriyat tug'ilsa, samolyotlarni boshqa xalqaro yo'nalishlarga jalb qilish mumkin. Ammo bu ham vaziyatdan chiqish uchun to'liq kafolat emas. Xullas, bortida 238 nafar haq to'lagan yo'lovchi, maxsus salomatlik zonasi va 168 ming litr aviatsiya yoqilg'isi bilan 2027-yil oktyabr oyida Sidney aeroportidan osmonga ko'tarilib, 22 soat davomida yerga biror marta ham qo'nmay uchadigan bu uchoq 80 yillik masofani yengishga bo'lgan urinishni bu loyiha bilan davom ettiradi. Project Sunrise shunchaki 12 ming metr balandlikda uchayotgan tarixdagi eng uzun tijorat reysi emas. Bu fizika ruxsat beradigan maksimal chegarada amalga oshirilayotgan loyihadir.